Hoy. Hani sen ne? Voy, ma'lum mi? Belki ma. Oyoq ketdi. Birdamda uy kirib olgan gapdan siz. Uyga Yomon odamda. Sizgadim. Voy. Bu o'ylabek chiroyli ekan bu. Ma uylarni bek chiroyli bezlibdi-jimi? Mushunda cho'ng oyda yolg'iz qoldim-da. Yılqı. Yalnız çimen yılqar. O çimende bağlı. Ne? Rost chiroyli ekan. Aka, bugun rost unimsan bunimi boshlab qoldingiz. Bir ish bormi? Başka iş yok. Vaqt olsa tek etigenke. Bir de benim de paranı şikayet dedim, etigen de başka iş yok. Boshqa ishimiz nima chiqay aka? Hey. Naştı qilib qo'yib chiqdaysan? Voy aka, bugun mishinchilik amri olay. Elim 1 soat ortiq harakat qilib yetdik-ku. Tayyor ko'chirib va shipirma birdan pishir. Rahmat. Bilim naştı qilsam bek yaxshi bo'ldi aka. Shu kunda harakatga inib uyga yurib dadam bilan naştı qilib ko'nab qolibdi. Uyga boray. Bo'pti. Dadang bilan naştı qildigan shu bo'lsa vaqti barabar. Bo'pti. Ammo bo'pti. Ben bu yalnızlığı könük. İşte bu bayka. Aka. Baytaqan o'g'lingiz og'rib qoldimi? Telefon qildingiz mi? Bugun qancha olsun kela? Onun bu o'ta kaygısı var. Biroq uni ish to'la. So'liga emasmi? Onun üstüne ishimizning plani bo'yicha o'g'illarga joyi turamaydigan kasal bo'lib qoldim deb qo'ydim. Onun üstüne o telefonda toza ishongan deb qilyapti. Onun üstüne bu kichiklarni bo'ldigan kasallikda. Voy aka, sizda to'ladan kirmaydigan teni sop-sog'lom odamni kim turmasga izlab qoldi deydimi? Qirib divan bo'lib qoldi desa kim ishim bu? Uning ustiga o'tgan qitimqidagi doktorxonaga borib tekshirib qolsa, tegim chataq chiqar. Ammo yaxshisi, mush kim turmasga izlaysa, qazi tushdi. Siz erkak odam bo'lgandan keyin o'g'lingiz kelib qolsa, bir nima bilan qilib chandolmaysizdan. Jiddiy qamashtirib olmayman bu degina. Voy, qamashtiribsiz, kim biladi o'g'lingiz kelsa, sizdan ayrilmasam qolamda. Mana gap bu. Uni shunday deyli. Jiddiy bu kasal bo'lib qoldim deydi. Kim qanday qilmayman hozir bo'shab kelib qoldi deydi. Qanday qildim? Turimiz kesilib qolsa. Kim tumsingizlar bo'lgan bu? Nima deysan? Medirlarni turib. Bir narsalarni o'rib-o'tam, bir narsalarni tashlab-o'tam. Yostiqlarni unda chiqilmaydigan narsalarni tashlab-o'tam. Harakat qilib tursangiz bo'ldi, jim turib qolma. Medrablimi? Medrabni tursangiz bo'ldi. Lashtira olmaymanmikin ta. Chondirib qo'ymoqchimi aka? Ma'qul. Men chiqay aka. Ma'qul. Bo'pti. Uzatmadım. Bo'pti. Voy. Aytib sizga omad tilayman. Astag'firulloh. O'sha. Ma'qul aka. Ma'qul bo'laman qo'ysa, atiyali ko'rsaydi. Bu yolg'izlik deganda Xudoyim eshak qilib bersin-da. Voy, bu Xudoyim eshak qilib bermisin. O bechoralar yolg'iz qolmasin. Ma'qul. Kechki ko'rishishga yaxshiroq o'rlashtiringlar. Ular bizning bek muhim xaridorimiz bo'lamdi. Ma'qulmi? Dunyodan cho'qaman degandan keyin. Voy. Dada. Voy, Alinat. To'xtab turinglar. Bolam. Dada keldim. Bu qanday o'g'lim? O'g'lim yaxshimi? Yaxshi. Tatib bo'lam. Men telefon parashatga baqib satib turay. Yan tilgunma. Bo'ldi. Ma'qul, men degan narsa cho'qim tayyorlab bera olajim materiallarni. Ma'qul. Tayyor chuchib va chiprayma. Ma'qul. Benzin tayyor chuchib va. Chuchib tayyor bo'lgan bo'lsa. Material tayyor bo'lgan bo'lsa, daraja chiqaramoqchi. Bularni men elig'ich borman. Bo'ldi, men elig'ich berib qo'ymoqchiman ularga. Ma'qul. Men degan narsa yaxshi o'rnashtiringlar, to'xtab turing. Yanimgancha? To'xtab tur biroz. Men sana telefonda og'rib qoldim deb telefon qildim, sada qo'ya. Ma'qul, to'xtab tur, Voy. Ben hozir borman deb o'tdim. Voy, ne chiqdi mushundaqda jinimda da jiddiy vaqt bunda chaqchaq qilsam-da. Bu soq turib, o jib turamas kislab qoldim desa, o degan kichik bolalar bunday kisab tursa, qanday bunday kisab qolsa? Men nima bilmayman, mana bu qolgan tursam men mana jib turamaydigan. Bu qolgan tursam mana. Bu qiziq qo'ygan. Men o'zim bo'p qolmadim. Kisal olsam-ku, qo'rqmayman. Mana doktorni chaqirib qo'ydim. Hozir keldim. Hey, chaqchaq qilmasan, davomli bir yerim og'ir pul doktor chiqirdigan bir eski mijozdan aytasiz-ki. Voy, vaqtim bir tekshirib baqson. Agar senda kasal yo'q kelsa, voy, o'zingni meni qiynab juminglar jinimda ma'qulmi? Kasal badab qolqasiz. Of. Badab qolsa, u vaqtida yeningdan ayrilmay qarayman. Bo'ldimi? Aka qo'lingni. Aka. Gapim narsa? Kasal chiqmaysa, sopsaq turmamsa. Xudoyim bo'lsa, mashtaqqa chiqmasa, qarab. Chaqirib chiqmagan gapim chiqarma. Voy, hozir kimni oldirma.
Kisel tilab o'tirdik. Ben kaçtan burada boğamayım ben burada boppagan yapman hazır. Mana misal kisel tilab o'tiraveramiz, kisel. Mana doktor keldi. Sen tayyor qilib qo'ygan gap ashula. Bu birdamning ishida. Oy qatnam, satadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshisiz. Kira. Rinat atani qo'ydayman. Abdulla doktor. To'g'ri. Doktor deb tuzliq ketmang. Endi professor davra. Professor. Voy. Balla kasalliklar doktori, pensiyaga chiqqan professor, oyliklar berib mulozimat qildi. Shunda. Yaxshi. O'tir. Marhamat. Mundadam. Sizmi shu dardga mubtalo bo'lib qolibsiz-da? Shu sal. Balangiz qani? Qarang, meni va oilamning ahvoli sal boshqacha, ha. Bu balani ish emas, asos. Balangiz qochib chiqadi. Yo'q, meni dadam. To'xtab turgan. Voy dada. Mush kichik bola mush buvayni kasal qilib o'tirib qo'ydigan bo'ldi-da, mushundaq. Balam, qanisiz? Voy sana. Voy, Tamam bu doktor. Qochsa voy bu Ben kaçmadım baştan yüklem yurduğum bu kaldı. doktor kelib qolgan, ne qatsa? Ben kaçmadım baştan bu kaldı. Voy, shunda bo'lsin, bura tutturmabsiz bu doktor. Bu balangiz ajoyib tepsiz bola ekan, hech yerdan topolmadim. Salam yo'q. Ahvol yaxshimi? Bo'qog'ayimni topolmadim. Yo'q. Hozir deb ketdi. To'xtama. O'zim chiqay. Lekin o'ynayotganda quvvatdi. O'zim chiqay. Ya da eşat o'ynayotdi. Balamay. Mekilam. Allah, nima ish qilyapsan? Bu seni doktordan boshlab keldingmi? Bu degan dog'liq varas. Bir qo'yib, sen ular meni o'tirib varas ketamda. Shunday topshib taqamda. Voy, yaxshi. O'tir. Voy. Ishkil taqyapsizmi? Satoli. Men dadam sizga chaqchaq qo'ydi. Bu odam ko'ngli ochiq odam. Chaqchaqchi odam-ku bu. Aşağı bu kaldı. Tova. Allah. Müşkotsa Qal o'z ishimizga kelaylik. Bo'ldi. Balangizni chiqma. Qara doktor, men sizga raskat desam, mening balam yo'q. Men bu yerga Men sizga raskat aytaymi? Bu kasalga giribkor bo'lib qolgan mening dadam. Haydi bana başa bu kaldın deme. İlaç yok karan kimsenin. İşte kaldı doktor. bu jimtiranmaslik kesildigan kichik bolalarning zihni qobiliyatining, as tutish qobiliyatining favqulodda tuyanlab ketganligidan bo'lgan bir xil kasallikdan. Shu nazariy jihatdan cho'ng odamlar bunday kasal bo'lmaydi. Qarang doktor, men buni tushunma. Lekin men dadam men shu kechikib ketilgan deydi u. Kechikib ketilgan bo'lsa-mu, manda kechikib ketmasdan. Doktor, lehkila. Qarang, ammo dadamni ko'r qo'yib, ataydan kelgandiki, kasal yo'q deb qo'ygan. Kasal yo'q deb qo'ygan. Ashta deb qo'ygan doktor. Amayli bo'lmasa. Aka, keling, tekshirib boqaylik. Mada, tekshirib boqsin. Keling. O'qil solmaydi, mana. O'qil solmaydi, o'tir. O'qil soldigan ish yo'q. Biz oldi bilan tuyan badanning inkasini sinab boqaylik. O'tir. Voy. Nemening inkasi ne? Siz olgan mening inkasini deb sinab boqdim, kichik deb sinab qo'y. Xotirjam o'tiring, ha? Almab. Sizingizni almab o'tiring. To'g'ri. Hech qancha og'rimaydi. Inkasini sinaymiz, ha? Voy. Doktor. Kapıdan ben sizi tatmadım. Ha öz urgan gibi burada tepinip gidirken o. Bir ish yo'q dedi. Yo'q. Moshina bilan nech tip deyishim. Bundan chiqib bu. Buni kesal bormi ekan menda? Kasal bormi yo'q uqmadim, ammo kuchimiz bor ekan. Ben paramas, mağlup sizler bakan siz ben sonkay. Albatta. Ben senin Alma bu tarafa. Ama ben tatmayla öz tepinip gidip kalsın bilen kaçışı yok. Sedap yapmayız. Sapakaydı. Ama tepilip ketmezse. Tepinip gitmedi. Ma pişkan tutuyor bana bana. Uzal tutma bana. Ooo. Voy bu doktor bak dadam kasal bormi yo'qmi? Buningga
hozir bilim degan olmaydi. Bu degan bir kichik sinaq. Ha. İmtiyoz noydi joyida. Shu. Bu kasalning eng tut olaydiga qarang. Ha. Zehnini yig'olmaydi da. Biz shu sinaqni bir qilib boqaylik. Mayli. Voy. Ha, da. Voy, cho'glamamga. Bekle. Ha. Hozir Buni qanday qilish kerak? O'tir. Bunday qilaylik. Biz oddiy bir sinaq qilib boraylik. Ha, ma'qul. Odatda o'tgan ishlarni o'ylay olamsiz? Men sizni o'ylamayman, gaylini o'ylamayman. Ish qilib. Mana qarang. Mau nima bu? Pul 12 bin paytı. Yusuf. Ha bo'ldi. Bu Yusufning o'tirsa bir odamni surati va buni hammamiz taniymiz. O'sha odam kim? Ha? Ish qilib, bir yer ko'rganda qilma. Men bilan attiganda vaqti bizni yig'rayotgan odam chiroyi o'xshab ketdimi? Ish qilib, bir yer ko'rdimmi? Ishga to'xtam. Ishga bir qatim ko'rdim. Siz zehningizni toza bir yig'ing. Ha? Bo'ldi ya? Qarang. To'xta, tajriba qo'yay. Mana Ko'rdingizmi? ko'rdim. Ko'rdingiz ya? Ha. Kimki? Voy, astag'firullah. Men buni tanımadım, xafaman. Ya, tayyor ko'chirib salay bir tilda ish yuringlar. Cho'chirni nim qildim boshtabdi da. Ko'chirni qildi? Ko'chirni da tepa o'ylaymiz. Voy, ozbu deb ashta bo'lib qoldi. Voy, doktor bu. Nima qilaylik? Qaranglar. Ha. Biz sınaqning darajasini texmi tuvallataylik. Ha, ma'qul. Eng tuvan sınaqni aparaylik. Bo'ldi. Shu sınaqni o'talamdi, o'tamamdi, buni bir sinab boqaylik. Qanday qilaylik? Bir necha savol bor aka. Men so'rayman, siz javob bersangiz bo'ldi ya. Ha, ma'qul. Birinchi ismingiz nima? İsmim Yaltapar, laqabim Musa. Ay. Voy, doktor. Men raskatlesam qarama, dadam uyda o'tamay taladi yuriydi-ku. Shunga sirtdilar. Bir laqab qo'yibdi. Neymi sat laqab dada bu ham. Voy, sen uyda bo'lmagandan keyin talab yurma. Talab ko'tib yurib, yolg'iz yurmagandan keyin achasan laqab qo'ydi. O'shindan laqab qo'yamiz. Ishkan talashmani men davomlashtiray. Qiziqkansan bo'lsan. Ikkinchidan odatda ushaq yemakliklarni ko'p yeb olamsiz. Yesam bo'lamdi, yemsam. Ha? Yesam yaxshimi, yemsam yaxshimi? Men endi yine Ha. o'sha kasal bo'lgan ushaq bolalar ushaq yemakliklarni ko'p yeb oladi da. Voy, bak yeyman men. Voy, yemaydi. Doktor. Dadam ushaqcha narsa yemaydi. Sen nereden bilsen? Sen uydu bulmuşsan, beni uçakça yedi kadar sen nereden bilsen? O yemem ben. Musa yemem. Siz? Yedip koyuyorum, yeydi o der. Bo'ldi. Yozmishlarni bilib oldim. Siz odatda uydagilar bilan ko'p taqallashamsiz? Takalışım ben. Voy, dada. Ma uyda hech kim yo'q. Apam ketdi, tugab ketdi. Ne vaqt kim bilan taqalsa? Bak doktor bilen yakında koyamda koymamda. Sen beni kimle takalışın kalmadın? Sen nereden bilsen? Takalışım hemen. Kat, ben şey takıl. Bana 2 gün oldu ayağım tüşüm kırbattığına kadar. Akşam tüşümü kırıp de sen buyruğunu alırsa beni yangın taşak koyup gittim. 3 gün kaldım da. Dehşet takalaş. Vetverliğini çıkarttım. Şuna mı? Buyruğunu alırsın. Oy canım dada. Bu mening bu o'yin buluş bulmasın bilan bu ishni ne münasebeti? O yangın kalkandı ki üstümü sıkılıp boşak bu kaldım ben. O geç yangın yoğunluğunda güzel. Yangın Bu kişi işte sıkılıştım bulan diye senin doktor karamaz ki. Asket değil mi? Bu dadamın işte sıkılıp kalması öyle oturup hep norgulluğa kurcuklar kızınat kızdım. Kart eliş, muz eliş, su üzüş. Danışay ayıtı diyende o yeterli koy canım dada. yeniden şaşırıp ölüyoruz diyen çocuk yok mu ki? Sizin içine koysanlar mı? Çıkırdı geçeceğim o saminedi. Bu çap katırı var. Yapmış yaşıyorum kanda katiliyim ben. Bu sarang mı? Vallahi mı demem. İngilizce çıkış tak. Ağzımda bir cep duvar kağıda koyar. O aziz katır yok dersen kızımı taylı. Gül bekleş, gül keşleş diyende. Gülkeşler. He? Apanın tuzunu tuğal onunla. Gülkeşler. Bu foto üstünü kaçtırmayın. Ben bir ağzımda bir cep gel. Ya bir öyle koyaysan bunu ya unumaysan. Vay. Tep bakan bir gibi var. Öyle koy. Öyle bakana kim yapırsa ipil bakana sen. İpil bakana. Hop.
Bakan var hem de bunda bir hizmet ornu var. Hem de kolu etdik. Hem de tulayanlar Hizmet o'rni bor. Ma bir saksakning dadi tashlab yeta yomon ish qilardigan saksak o'tirdi bir deb turib, "Ne ish qilmoqchisan sen tomoshabin ko'ratdingmi?" O'ynavalishsa, Ya emis o'zan demamsa kimni olsa biri og'ima biri so'z demamsa. desam baribir ipamaysa, Ap berma. ipamaysa. Voy ap berma degina. Ya masan o'tgan dedim, bu eg'ir yurak kesili ayolimiz birini top bolam, top. Sen topdingmi? Voy o yurak kesilib ayolning ish qilsa, opam yurak kesilib ketdi-g'ana. Ayolim rahmatlikdan qolgan yapınның bu yurak kasalliği bo'lsa bir sandiq vaqt shuni ichib olsin dedim. Ay, ichib oladi-da. Voy bunda chaqchaq qimmat. Vay. O'layma dedim, o'layma. Men o'lgicha o'zing bir o'lgina 30 yoshga kirdim. Ya qiz olgan bo'lsang, ne vaqt o'tir qolading sen? Voy, jinim dada men sana dedim-ku, men rostgap desam, endi texi bosh ko'tardim, biroz men ilgilikimni tiklab olay. Aningdek o'linma dedim-ku. Bu qaytan tishlaysan, u ignilikni ignik tishlaymaydi. O'yin ol desa, u tishlaymaydi, otqani tishlamadim. Sen ignilikni tishlab qo'yguncha meni qavramni tishlab bo'ldi o'xshaydi. Sen tushunyapsizmi? Mushuna chaqchaq qilsam, bo'lmadi ya. Bo'ldi. Deymisan. Bo'ldi. O endi balog'an desa, ishimnikini bilsang bo'lmamdi, kichkina ishqo. Voy jinim dada men tibbiy xizmatni oldirishsam, bu ishchinikni qanday topma. Voy bo'ldi, ishkimi shoqish qilmayli. Va uy doktori va. Va qontushga bu. Ha, bo'ldi, takallashmanglar, talashmanglar. Bu kasalning natijasi chiqdi. Ha, Kasal bormikan? Kasal bormikan? Hozir daqiq qilmamışdi. Kasal Bunun qaraysiz, men unda bormikan deyapman. kasal bakka. Kasal bor desam ishonmaysa. Dadamni Kasal nima? Kasal bakka. Lekin bu kasal emas, boshqacharoq bir kasal. Bu degandan beri sizni uyda yo'q deb qaqshayotidiku. Sal vaqt chiqarib dadingiz bilan birga bo'lsingizlar, o'ngishli qolgan kasalga. Yolg'on kasal bo'lyapti. Yolg'on kasal? Ko'ydim, hay. Ay ko'ydim, ay ko'ydim. Voy, sen qada kasal borga bulan. Kasal bor desam, ishonmaysan. O'yin qo'ymaydi-ku jinim dada. Bundaq yolg'on kasal bo'lganicha men amra bo'l desam bo'lmadimi? Doktor aytadimda, yolg'onda. Ha? Bu ishimni Ahmed degina sana. Kimga deyman, sen uyda bo'lmasang 4 tomning ichida sarg'anib qolay dedim. 4 tomga deyman men uni. Voy jinim dada, o'zing bilasan-ku, men sirtda xaridorlar bilan bo'lib qilib bilasan-ku buni. Bu xaridorlar bilan bo'lganda bir hafta bir qitim men bilan bo'lib qo'y jinim bilan bola. Voy jinim dada, men o sirtda xaridorlar bilan bunda o'zaro tushuncha hosil qilmasak, unda suhbatlashmasak bo'lmasa. Voy, men bilan dadam olgan kim bir oyda bir qitim suhbatlashib qo'ysam oldi bola. Voy, ikkimiz o'ttirsida tushuncha hosil qilish ketanda. Bir duo. Men uy doktor va ishimiz so'qishib ketmaylikmi? Yo'q, Rina. Dika so'qishib qolmasin ular. Rast. Senin işin aldırış. Vaktin yetmeydi. Kildiğanga işin kımı kemey mi? Katıracağım dersen. Kara balam. Mana. Moşu bir yıl içinde senin men bilen tuğa vaktin aran 27 gün ki. Turib o'ylab qolma. Xudoy menga yana 10 yil umr bersa, men shu amroq bolam bilan 270 kun bilib turmaychi. Az vaqtda. Voy, qo'ysang Hasan. Shu vaqtim yaxshi. Şu vaxtında ben bilen belini yettim. Hazırlıkında kolumda ne sunsam bir şey yetmişsin mi? Az
Qısqa qo'llarim seningdan faqat ajrab boqmadi. Menga qarab amrahding. Vah. Ya. Boldi bola. Ya sen to'g'ri tushunma, Rinat. İsimlikini deb, kichkinamani o'zim yenilib qoldim bolam. Bo'ldi, ishing boraver. Siz xafa bo'lmang, doktor. Ilojsiz qoldim-da, yalnız tikanda shu ustida. Rinat. Bo'ldi bolam, bo'ldi. Rinat efendim. Ben aksakallık bolsun işkiye kız gap qilay. Bu pulni tugatkili bo'ldigan narsa emas. Pul to'plab dadamni haramga opirma deb bo'g'icha vaqt o'tib ketib qoladigan gapga. Ko'nlarda bir ko'ngil imorati ming kabi ziyorati degan gap bor emasmi? Sehilik degan birisiga pul berishli degan gap emas. Menimcha ota-onalarimizning eng oddiy orzu havaslarini qondirolmaslik, hatto birga turishga ham yaramaslik bir farzand uchun intayin og'ir pixsig'liq jumotgan. Bununki köpərək vaxt çıxdım. Çoxum sağanda olma. Bununki pulu yerim sübəymək cumu. Vay. Bana pul versen ama pul ne yapacaktın? Bana bu Yani seni de kas, sen kaldı bu. sizlar yoshlar bir ishni bekla mutlaq qilib olsizlar. Ya undoq, ya bundoq. Vaqtni chiqirdigan bo'lgandan keyin pulni beravering aka. Pulni mi be? O'zing aytib vaqtini chiqar. Pulni men versem ben nega bilmayman, o buktan bo'lma qaysab turdiga. Doktor, bugün sizin bek avar qildik. Mao bizni azra ko'nglimizni qabul qilsangiz. Oy. Doktor, Bunu qabul qilsangiz qat'iy olmaydi. Vay puli chiq bunun ilina vay. Ya, jiqaroq da o. Jiqaroq be. Bu shu raskapni qilsam degan gapni ajab to'ldaydi ekan siz. Bu raskap qilgachki shunda deydi. Ya unda emas doktor, men turmush qonunib kuni qatdim. Raskapni qilsam deb so'z boshlasangiz, buning oldidagi gaplaringizning hammasi yolg'ondek tuyuldi ekan menga. Ya unda emas. Buningdekini qildim. Hozir raskap qildingiz. Raskap qildim. Amsi akilan. Aka. Bu pulni yanıla siz saqlab qo'ysangiz o'g'idek. Bu balın kanı bu. Yo'q, balın kan. Bugun men sizlar uchun hech qanday xizmat qilmadim. Aksincha, sizlardan bir kitob dars oldim. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Rahmat. Doktor, tamoq yeb ketdi. Doktor. Tayyar cho'chir var. Salime birden. Tayyar cho'chir var. Ota bola ish qilganlarmi o'tirib, mungdishib bir tamoq yanglar. Men bu yili aldirash balamni yeniga berib, shu tamoqda birga bo'lay. Sizning mendekmi? Sizning birisi bormi? O'xshash kasal. Bak. Ey doktor. Estağfurullah. Bo'ldi, uzatma. Bo'pti, Ma'qul, rahmat. Ado. Qo'yinglar seni, naylashma. Qopomog'ida. Avay. Yili. Ha, ma'qul bildim. Renaud. Hello.
Oh. Bo'ldi, baraka. Ya babayman. Tizini solma. Ya babayman deb qo'ydim. Ular deb qo'ydim. Biz ham rabolovchi bo'ldi babayman. Bolam. Oh. Mo'yim ishing bo'lib turib qolsa, bara. Ya bo'ldi. Ham rabolovchi sen babayman. Babamcha, Havaya. daqosa. Tayyor cho'chirib bo'lam. Solma ishimiz bir kunlik. Shanxayda bir xaridorlar ketdi-ku, ammo 1 millionlik ishvat edigida so'rdan shuni deb qo'ydim, men o'rlashtirib qo'ydim. Nimilik? 1 millionlik? Ha? Bir yilingni ushlaytib menga. O ne bo'ldi? Menga. O nima? Bu 1 millionlik so'dan tashlab qo'yib, meni qishimni to'g'rama menga. Hadi. Rasparamga. Bora, tashlab. Abisi. Ranjimaydi qolsa. Ya, ranjimayman. Ishim bo'yi. Kesh cho'qib qaytib kelma. Bolam, bir kechasi bir bag'rim beshib bir uxlaychi. Bara ishim. Kesh adgara qaytib keladi. Ertadan boshlab cho'qib vaqtda qaytib kelaman. Ma'qul bolam. Ha? Sadasiya qilsangiz. Qapilmaysiz a? Qapilmayman. Ma'qul. Men ketyapman. Uy, bo'ldi qolib. Men ketdim. Qapilmaysiz a? Bo'ldi, qo'ying. Ma'qul. Yo'qolib ketma, Rinat. Ha? Sen qapib qolmasa. Hey, baba, mana ketay. Nemi terisan şunu alısa. Acayip dana gepki. Dadam rahmetlik hayat vaxtida bir yılda bir qitim baratdı. Mana osulunu aldım. Bırak. Ben güydüm bunu kichkina yaxshi. Ayda 1 kilodu. Kira, kim? Oy, doktor. Ben qaytib keldim. Yaxshi qoldingiz? Yaxshi. Yeb bo'lib qoldim. Kela, tayyor cho'chirib olma, sepga chiqayman, o'tiring. Bo'ldi. Ha? Men cho'chiriga turolmayman. O'g'lingiz ko'rinmaydi-ku. O rost gap ketdi. Qachon o'zingiz yo'l silayotgansiz? Chidamadim. Mo'yim ishi vakan, sodi ishi, amal yo'q. Bag'in balam dedim. Biroq chaqib qoldim. Yaxshi qilsiz. Yosh emasmi, oldi qarab mang'isi bo'lmaydi. Shunday. Ular oldi qarab mang'isi jamiyat oldiga taraqqiy qilmaydigan gapga. Shunday. Siz bizning yoshlik vaqtimiz bo'lgan emasmi? Shu gapni qilib o'tiratdim kelib qoldim. Men bu rost gap qilsam, mening bu talada kirmaydigan bir o'g'lim bor. Ko'pincha yolg'iz qolaman. O'xshash. Endi shukr desangiz bo'ldi ekan, sizning o'g'lingiz aldirashga pul tepib keldi ekan. Mening o'g'limga o'xshash pul tugab ketganda kelgan bo'lsa, qanday qildingiz? Shukr. Sizning bolangizga insof bera, o'ngishib keta, Xudoyim bo'lsa. Yolg'izlikni o'tkazishni o'rganib oldim, qarang. Qanday qilib? Gazet o'qiyman, kitob o'qiyman. Ancha-muncha o'tgan ishlarimni eslab, xotir yozimni ajoyib ma'nilik bo'ldi ekan. Bugun men boshqa bir narsani sovg'a qilishni unutib qolib ketganman, shuni atayin qaytarib keldim, qarang. Mana bu sizga sovg'at. Bu nima bu? Bu radio. Radio? Mening ko'p yolg'iz vaqtim mashina bilan o'tadi. Sir dishima. Buni nima desangiz shu chiqib ketadi, ha? Bu sizga sovg'at o'tqasin. Buni menga berversangiz, balam yetmasin bo'ldi. Balam yetmasin. Yo'q, men elib olaman. Juda qildingizmi? Siz ajoyib yaxshi odam ekansiz. Rahmat. Birdan o'tirman. Ancha-muncha telefon qilsam bo'lamdi. Voy, menga bering telefonni menga o'zimni o'ray. Meni telefon nomerim. Endi ma'qul, rahmat. Telefonlashib turaylik. Hey, mana o'sha uyda o'rnidak uyning ichida yolg'iz yurma. Yeni bir kelgan bilan o'sha uyda. Kelma. Ma'qul. Ya bunda turaydi doktor. Vallahi ma'qul. Abdulla doktor ma'qul. Bo'ldi, qaptilar. Rahmat. O'tto. Hey, doktorlar ondoq deydi. Mana doktorniga. Markaz